Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tom ishqibozlari. Mana do'ppili tomimizni yarim holatda bitgan holati. Sekin syomkani boshlayapman. Karnizlari qolgan, siliflarini qo'yib olyapmiz. Sekin tepalari bityapti. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring, mana shu ko'rinib turgan tunikamizni oldi qismiga karniz tushadi. O'sha yerga chiroyli karniz tushadi. Mana bu yerga dumaloq arkalar tushadi. Mana bu arkalarimizni mana bularni qo'yib qo'ydik. Mana bu joylarimizda bunday qo'yilgan, qo'yilmagani bor. Mana bu joylar bo'ldi. Mana sekin sizlarga metal cherepitsa qotirilish jarayonlarini ko'rsatyapman. Mana men o'sha Hamdamjon usta yana yuzimni ko'rsatyapman. Agar arqa tomonda kapalaklari qoldi, mana arqa tomonda kapalaklari qoldi. Sekin qo'yib karnizi qoldi. Mana bu joylarimizni yopyapti. Mana ustakalar yopishyapti. Mana bu qo'yish jarayoni, arqalar dugalarini sekin qo'yishyapti. Mana ko'ringlar. Mana qo'yishyapti. Mana bu joylarimiz ham bo'ldi. Mana shundoq qilib silifni, hurmatli muxlislar, ulanish choklariga e'tibor beringlar. Ulanish choklariga, sifatiga, metal cherepitsa. Bu 35 lik qovurg'a, mana metal cherepitsani. Mana bu joyda mana. Bu mana asosiy ish boshqaruvchi. Asosiy mana ish boshqaruvchi. Mana keyingi dugalarni qo'yadiganlar ustunovkasini qilishyapti. Bular ota-bolalar ustunovkasini qilishyapti. Hali shu videoning davomini davom ettirib tashlaymiz. Karnizlari bo'lgandan keyin hammasini bir qator tashlaymiz. Bir ko'rib maza qilinglar. Kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Bartaraf qilishga harakat qilamiz shu narsalarni. Lekin bir ashlab e'tibor bersangiz juda ham chiroyli chiqqan.